Qon bosimi dorilarini doimiy ichib yurishim kerakmi yoki bo'lmasam qon bosimim tushgandan keyin to'xtatishim kerakmi? Endi qon bosim dorilarini biza bemorlarni asosiy kasalligiga qarab tavsiya qilamiz. Agarda qon bosimini oshishni sabablari bu qonni quyuqligidan yoki bo'lmasam qonda yog' miqdori ko'payib ketishining hisobidan bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlar qon bosim dorilarini har doim ichib yurishlari tavsiya qilinadi. Ya'ni bularga demak qon suyultiruvchi dori qo'shiladi, qonda yog' miqdorini kamaytiruvchi dorilar beriladi. Birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga o'tkaziladi. Yillar davomida sekin-sekin mana shu qonni quyuq suyuqligi joyiga kelsa, qonda yog' miqdori kamaysa, qon bosimi uchun ichadigan dorilarning miqdorini biz sekin-sekin dozasini pasaytirib boramiz. Shunaqa kun kelishi mumkinki, hatto shu doridan chiqib ketishlari ham mumkin, sog'lom turmush tarziga o'tsa. Bemorlarimizga qon bosimi oshishining sababi bu asabdan bo'ladigan bo'lsa, biz bemorlarimizni asabiga asosiy e'tibor qaratib, asabini davolaydigan bo'lsak, qon bosim dorisi ularga kerak emas ham bo'lib qoladi. Oshgan paytida masalan beriladi, asablari davolangandan keyin ularda o'sha bosim bezovta qilmaydigan bo'lsa, qon bosim dorisidan sekin chiqib ketishlari mumkin. Buyrakda yallig'lanishlar hisobidan ham davleniya bosim ko'tarilishi mumkin. Buyrakni davolaganimizdan keyin bosim joyiga qaytadi va bemorlarimiz bosim dorilardan chiqib ketishlari mumkin.